Onajon, bitta duo qiling, dadam bilan sizni shu yerlarga olib kelib, shu villalarda yashashlik nasib qilsin. Duolaringiz ijobat bo'lib, shu yerlarda mazza qilib ovqatlansak va kelinlaringiz aynan shu yerlarda shirin-shirin ovqatlar pishirib bersa, boshqacha bo'lsa kerak-a? Biralar shu yerda qiy-chuv qilib o'ynasa, basseynlarga suv to'ldirib bersak, mazza qilib cho'milishsa. Ona, siz gulni yaxshi ko'rasiz-ku. Bu yerlarga gulni qo'yib bersak, dadam bilan u yoqda o'tirib, mazza qilib nabiralaringizni o'ynatsangiz, biz o'g'illaringiz sizga shu yerda shashliklarni pishirib bersak, bu yoqda yozgi oshxonalarimiz ham bor. Dugonalaringiz ikkinchi etajga olib chiqib, aynan shu yerga joylab va uni ustiga balkonga ham joy qilib bersam-da, ona, shu Burj Xalifaga qarab suhbatlashib o'tirsangiz, bundan katta baxt bormi, ona? Bu albatta yaxshi niyat. Onalarimiz sog' bo'lsin. Villaga keladigan bo'lsak, 7 xonalik va 3 ta отдельный kuxnalari bor, отдельный basseyn, 6 ta parkovkasi bor. Yaxshi niyat qildingizmi? Onangizdan duo olib aloqaga chiqing. Sizga ham albatta olamiz shu villani.